20 yillik retseptim bo'yicha 500 gram go'shtga birlagan kotlet tayyorlaymiz. Ayniqsa buni souslari bilan juda ham mazali bo'ladi. Siz ham tayyorlab ko'ring, eng sevgan retseptlaringizga aylanadi. Kotlet uchun kerakli hamma mahsulotlarni solib maydalab olamiz. Agar chopper bo'lmasa, oddiygina misorovkadan foydalansangiz bo'ladi. Kotletlarga yaxshilab shakl berib chiqamiz va sousini tayyorlab olamiz. Muzdekkina suvga 1 osh qoshiq tomat pasta, 2 zubchik chesnok va tuz solib yaxshilab aralashtirib olamiz. Qizib turgan yog'da kotletlarni har tarafini 2-3 daqiqadan qizartirib olamiz. Bir tarafi yaxshilab qizigandan keyin ikkinchi tarafini ag'darib olamiz va hamma kotletlarni xuddi shunday qovurib olamiz. Ikki tarafi qizargan kotletlarni alohida idishga olib qo'yib, qolganlarini ham xuddi shunday qilib qovurib olamiz. Tovaga hamma qovurilgan kotletlarni solib, ustidan tomatli sousimizni quyamiz. 20 daqiqaga o'rta olovga dimlab qo'yamiz. Kotlet tayyor bo'lguncha xohishga qarab garnir tayyorlab olasiz. Men sevimli bo'lgan friyimizni tayyorladim. Bu orada kotlet ham tayyor bo'ldi. Sizga retsept yoqdimi? Unday bo'lsa, bittagina qizil yurakchani bosib, retseptni yaqinlaringiz bilan bo'lishib qo'ying. Agar ishtahangiz ochilsa, Robiyangiznikiga mehmonga keling.